Bir to'y bahona diydor g'animat deydi. Bu yerda Ispanza qishlog'ida O'tkir degan bir shogirdimiz bor. Juda bizga yoshlikdan qo'l bergan. O'zi ashula ham aytib turadi, kerak bo'lsa ko'pincha shu elning xizmatida bo'lib turadi. O'zi ham duradgor, o'ymakor, usta, juda qo'li gul yigit. Bu xonadoniga bir marta emas, 2-3 marta bu yerga yaxshi kunlarga kelganmiz. Mana bugun ham shu o'g'illarimni uylantiryapman. Ustoz bir Fotiha o'qib o'tsangiz yaxshi niyat qilib dedi mana. Bu yerga kelib to'y bahonada Urgut televideniyasi xodimlari bilan ko'rishib qoldik. Men endi Urgut meni o'zimning yurtimda bo'lib qolgan. Juda ko'p marta kelganmiz, yaxshi kunlarga qatnashganmiz. Yana niyatimiz juda ko'p. Yurtimiz tinchligini bersin. Shunday to'y marakalar yoshlarimiz baxtiyor bo'laversinlar. Mana shu to'y bahonasida biz bahor oyini boshlanishi, mana yaqinda ayollarimiz, xotin-qizlarimizning 8-mart bayramlarini o'tkazib yordik. Mana oldimizda shu bugun ertaga mana Navro'z bayrami, yasharish, yangilanish bayramini kutyapmiz. Mana shu bayram arafasida avvalambor meni sevar Urgut xalqiga omonlik, tinchlik, oilalariga sihat, salomatlik tilayman. O'g'il qizlari baxtli bo'lsinlar. Mana bu yil ayollarimiz yili deb hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilandi. Shu bahona bilan ayollarimizni ham, uyda o'tirgan onalarimizni, qizlarimizni bu muborak yillari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kirib kelayotgan Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har kunimiz Navro'z, har kunimiz qo'shiq, xursandchilik bo'lsin. Bu mustaqil O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Tinchligimiz abadiy barqaror bo'lsin. Biz san'atkorlar hamisha sizlarning xizmatingizda bo'laylik. Quloqingizni bir tomonida yaxshi qo'shiqlar, yaxshi o'yinlar, yaxshi yerlar bo'lsin. Hamisha ko'kragingizni tog'day ko'tarib, mana shu Urgut tog'lariga o'xshab ko'tarib, xursand bo'lib yurishlaringizni tilakdoshiman. Sog' salomat bo'ling, omon bo'linglar. Rahmat. Yana shu jumladan men Samarqand viloyati mehnatgashlarini, Samarqand viloyati xalqini, ayniqsa Xorazmcha qo'shiq sevar xalq, Samarqand xalqi, butun hammasini bizni sevgan, san'atimizdan boxabar bo'lgan butun do'stlarimizni, muxlislarimizni shu kirib kelayotgan Navro'z bayramlari bilan, yangilanish bahor bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ayniqsa ayollarimizni, singillarimizni, qizlarimizni bu yilgi ayollar yili deb belgilangan muborak yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammangizga, oilangizga omad yor bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Qo'shiq hamisha yaxshi. Sizga do'stim ko'ngil parvona bo'lsin. To'y ustiga to'ylar qiyoma bo'lsin. Yig'ilgan barcha do'stlar, oshnolar, to'yingiz ham gulxona bo'lsin. Yig'ilgan barcha do'stlar, oshnolar, to'yingiz ham gulxona bo'lsin. Farzandiga
hamisha o'ynasin kulsin jahonda ulardan darg'am begona bo'lsin hamisha o'ynasin kulsin jahonda ulardan darg'am begona bo'lsin Bostoniga yayrab gul bersin bir jonu birigi janon bo'lsin Sizga do'stlar ko'ngil parvona bo'lsin. Yaşasınlar İslam aka. Do'stiga teglanar xiyonat bo'lsin. Do'stiga teglanar xiyonat